أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Aziz hurmatli o'quvchilar, 19-darsimizga keldik. Inshaalloh 19-darsimizda yoyi alifiyani o'rganamiz. Diqqat bilan eshitib turaylik. Kalima oxirida fathadan keyin nuqtalarsiz kelgan yo undoshi alifi maqsura deyiladi. U cho'ziq a tarzida o'qiladi. Masalan, ila deganda fathadan keyin kalima oxirida yo harfi nuqtalarsiz kelyapti. Mana shu yo harfiga nima deyilar ekan? Alifi maqsura deyilar ekan. Buni nima qilamiz? Cho'ziq a tarzida o'qiymiz. Qanday? Ila deb o'qiymiz. Keyingi misolimiz ala deganda mana fathadan keyin kalima oxirida yo harfi nuqtalarsiz kelyapti. Ya'ni alifi maqsura kelyapti. Nima qilamiz? Cho'ziq a tarzida o'qiymiz. Ala deb o'qiymiz. Lada, mata, anna, hatta, shatta, ta'ala, a'la, Musa, Isa, Yahya, Murtada, Yatazakka, Fatarda. Endi qadrli birodarlar, yo harfi so'z o'rtasida kelsa-chi, alifi maqsura so'z o'rtasida kelsa-chi. Bu yerda aytayaptiki, shuningdek quyidagi so'zlar o'rtasida kelgan yo ham cho'ziq a qilib o'qiladi. Birinchi misolimiz mana savvaha deganda so'z o'rtasida yo harfi kelyapti. Buni ustida na fatha bor, na kasra bor, na zamma bor. Nima qilamiz bu yerda? Biz buni cho'ziq a tarzida o'qiymiz. Savvaha, dassaha, zakkaha, fasawwaha, uqbaha. Endi vov va alifiyani o'rganamiz. Fathadan keyin kelgan vov undoshi ham cho'ziq a qilib o'qiladi. Ya'ni fathadan keyin kelgan vov undoshi ham cho'ziq a qilib o'qiladi ekan. Masalan, solatun deganda fathadan keyin kelayotgan vov undoshini nima qilamiz? Cho'ziq a qilib o'qiymiz. Ya'ni solavatun emas, solatun. Keyingi misolimiz zakatun deganda mana fathadan keyin kelgan vov undoshi cho'ziq a qilib o'qiladi. Ya'ni zakavatun emas, zakatun. Zakatun, zakatun, hayatun, ghadatun, riba. Qadrli o'quvchilar, 19-darsimiz ham mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Inshaalloh keyingi darslarimizda yozilsa-da o'qilmaydigan harflarni o'rganamiz. Yozilmasa-da o'qiladigan harflarni o'rgandik. Endi keyingi darsimizda inshaalloh yozilsa-da o'qilmaydigan harflarni o'rganamiz.
Inshaalloh darslar tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Diqqat bilan darslarimizni kuzatib boring. Inshaalloh darslarimiz davomida chiroyli Qur'oni Karim o'qishni o'rganib olamiz.